Seni ham bunaqa qilib yopib olganmiz. Bunisiga antikvar ish qilganmiz. Mana pomidorlarim mana yaxshi turibdi ekan. Qozonga suv quyib, parlatib, mana qaynatib, sovuvda ehtiyot qilyapmiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Mana badringlarimiz. Allohga shukr. Mana. Mana bir yo'limizga salafan yetmay qoldi. Allohga omonat deb qo'yib yubordik. Mana shanalab qolgan. Sovukdan chiqibdi. Bismillah. Mana birgaskilar ham bor. Pomidorlarimiz salafan egib qo'yibdi. Mana badringlar. Mana yaxshi turibdi ekan. Mana termiz, kichkina termiz. Mana uni ustiga qozonda suv ham qo'yib qo'yganmiz. Parlab issin deb. Mana qaynadi, 2 soatga, 3 soatga yetar ekan. Issiq ekan kirsak. Mana bu yoqlar ham. Yaxshi turibdi ekan, Xudoga shukr. Hamma har xil ish qilib ko'ryapmiz ham. Oxiri qozonda suv qo'yib qo'ydik tavakkal qilib. Mana bodringlarimiz.